Ota-onalar keksaygan paytlarda farzandlarining bir og'iz shirin so'ziga ham muhtoj bo'ladi. Ammo afsuski, jamiyatimizda bunga zid holatlar ham uchrab turadi. Sirdaryo viloyati Xovos tumanida ham shunday voqea sodir bo'ldi. O'g'il o'z otasini haqoratlab, uydan haydab chiqardi. İçeri geldi. Beni taşlanıp oldu. Birisi vurmakçı oldu, vurdu ya. Sakat körgesi taşkarda oturdum. Üye kiremdi. Voqea bo'yicha tafsilotlar sud majlisida oydinlashdi. Ma'lum bo'lishicha, ota-o'g'il o'rtasida janjallar avval ham bir necha bor kuzatilgan. Bu holatni mahalla profilaktika inspektori ham tasdiqladi. Xovos tumanida yashovchi fuqaro o'zining o'rtoqlari bilan choyxonaga borib spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holatda o'zining uyiga kelgan. Uyda bo'lgan yolg'iz otasiga baqir-chaqir qilib, u bilan o'zaro janjallashib, shunda otasini urib, haqoratlab ko'chaga chiqarib yuborgan. Shundan so'ng ota noilojlikdan ichki ishlar xodimlariga murojaat qilgan. Sudda ayblanuvchi spirtli ichimlik ta'sirida bo'lganini, qilmishidan pushaymonligini bildirdi va yengillik so'radi. Ammo tergov sudyasi qonuniy jazo tayinladi. Sud majlisida ushbu ma'muriy ish mazmunan ko'rib chiqilib, fuqaroni sodir etgan qilmishiga aybiga iqrorligini, pushaymonligini inobatga olib, sud huquqbuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli deb topib, unga nisbatan 5 sutka muddatga ma'muriy qamoqqa olish jazosi tayinlangan. Mehr o'rniga ozor bergan farzand sudda qilmishi uchun javobgarlikka tortildi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Zohidjon Mamasoliyev, Sirdaryodan.